Muhtaram jamoat, Alloh subhanahu va taolo shunday lahzalar borki, shunday duolar borki, Alloh subhanahu va taoloning huzurida qaytarilmaydi. Faqat ijobat bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo duolar mustajob bo'ladigan lahzalarni yashirib qo'ygan. Chunki har bir narsani qadri bo'lgandek, uni mashaqqat bilan yetishlikka ulamolarimiz aytadi. Qaysi bir ne'matga mashaqqat bilan yetishilsa, o'sha narsa qadrli bo'ladi. 4 narsani Alloh subhanahu va taolo 4 narsani ichiga yoshirib qo'ygan. Juma kunida, kechasida bir lahza borki, unda duolar qaytarilmaydi. Kimni duosi ana shu lahzalarga to'g'ri kelib qolsa, Alloh taolo to'g'ridan to'g'ri qabul qiladi. Parda bo'lmaydi. Hamma dunyo osmon eshiklari, duoni to'sib turadigan pardalarni hammasi olib qo'yiladi. Ana shu kim juma kunini duosi ana shu lahzaga to'g'ri kelib qolsa, duosi albatta ijobat bo'ladi. Va bir kunda Alloh subhanahu va taolo bir namozni berganki, kim o'sha namozni o'qib duo qilsa, albatta ijobat qiladi. Solatul wusta, o'rta namoz deb Alloh taolo Qur'oni Karimda keltirgan. Kim o'rta namozni o'qib, ey Robbim, menga shu hojatlarimni bergin desa, albatta ijobat qiladi. Shu 5 mahal namoz ichida, farzlarni o'qiyotgan namozlarimiz ichida har kuni 5 mahal namozni o'qiyotgan inson ana shu o'rta namozni topadi. Alloh subhanahu va taolo Qadr kechasini Ramazon oyiga berkitib qo'ygan, tog' kechalariga. Kim ana shu Qadr kechasini topsa, Robbisidan so'rovlarini so'rasa, Robbim menga farzand bergin, farzandsiz insonlar agarchi aqim bo'lsa ham Alloh taolo beradigan zot. Tarixda ko'p insonlar farzanddan noumid bo'lib qolgan insonlar va hatto ayollar bola ko'radigan a'zosini olib tashlaganda ham farzand ko'rganlar bo'lgan. Duoni mustajobligida bitta. Va Qur'onda ismi azam duosi bor. Kim Qur'onni bir marotaba xatm qilib Robbisidan so'rasa, albatta beradi. Shak, shubha yo'q. Endi bu narsani nima uchun aytyapmiz desa, kunora mana xatm Qur'on bag'ishlayapmiz. Bunga muhabbatimiz so'nib qolmasin. Yana bitta xatm Qur'onda deb qo'ymaylik. Mana insonlar alhamdulillah muruvvatli insonlar Allohning baytiga ihson qilishyapti. Xorinlarimiz ham himmatiga rahmat. 10 ta 15 ta xatm Qur'onlarni domla shu ihson qilayotgan insonlarga bag'ishlab bering. O'tganlarga. Agar o'zimiz qilmoqchi bo'lsak, bunga qodir emasmiz. Hammamiz qodir emasmiz. Lekin bu Qur'on bebaho narsa. Dunyodagi dunyoni uni xizmatiga va uning ichidagi narsalarni bersak ham Qur'onning fazilatiga hech qachon ega bo'lmaymiz. Biz ihson qilayotganlarda al-ihsan illa al-ihsan. Yaxshilikning mukofoti faqat yaxshilik degan maqsadda ihson qilgan insonlarning o'tganlarini, ruhlarini shod qilishlik uchun xatm Qur'onlarni bag'ishlayapmiz. Bugun 2 ta xatm Qur'onimiz bor. Hammasi mana ihson qilayotganlar bor. Hammasini maqsadi domla maxfiy qiling. Nomimizni aytmaydi deydi. Alhamdulillah, riyodan qochyapti jamoatimiz. Bu o'ta yaxshi narsa. Riyodan qochishlik bu duoning ijobat bo'lishligi. Biror bir inson kelib domla nomimni aytib duo qilib qo'ying demadi Xudoga shukr. Bu xalqimizning salohiyatligidan, xudojo'yligidan, Robbisining huzuridagi mukofotiga ishonganidan. Biz ularning nomini sir saqlagan holatda Robbimizga topshirgan holatda hozir xatm Qur'onimiz bor. Shuni bag'ishlasak, siz ham ichingizda, qalbingizda o'tib turgan Robbimizdan tilaklarimiz bor. So'raylik. Ulamolarimiz aytadiki, shu yerda bitta nukta borki, ulamolarimiz duo qiladi. Ey Robbim, bizni g'amimizni dunyo g'ami qilmagan, balki oxirat g'ami qilgan. Hammamiz oxirgi damimizni so'raylik. Innamal a'malu bil khawatim.
hamma amallar xotimasiga ko'ra e'tiborga olinadi. Xotimamizni, o'lim chog'imizni go'zal qilganini so'raylik. Va jannatda o'qiyapmiz. Hammamiz oshiq bo'lib kelib, shu narsani eshitlik uchun nimamiz? Ishtiyoqmiz. Robbim hozir kecha domla aytgan, o'qib berayotgan jannatlarni mana shu ko'zlarimiz bilan ko'rishlikdan mahrum qilib qo'ymagin. Jannatiga kirgizgin. Do'zaxda o'qib beryapti, uni yomonligidan bizga panoh bergin deb ana shu narsalar so'rashligimiz kerak. Shunda nima bo'ladi? So'rovlarimiz haqiqiy so'rov bo'ladi. Ay Ko'bultoli Rossiyaga ketib olib yo'llarim ochgin, bo'laveradigan ishlar bular. Rizq Xudoning qo'lida. Shunday so'raylikki, dunyoda pul bilan topib bo'lmaydigan narsalarni so'raylik Xudodan. Dunyoni emas, oxiratni istaylik. Ana shunda so'rovlarimiz inshaalloh yaxshi bo'ladi.